Assalomu alaykum. Ikra oldiki barliq qarindoshlar. Hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum. To'g'liqqa, Mavlanka, sizlarningki Uyg'ur choyxonasi suhbat programmalarga qatnashib berganlarga rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom uka. Bugungi suhbat temamiz asosligi bir nuqtada yig'inchoqlangan bekar temalar chechib ketmaslik uchun asosli bir nuqta, ya'ni Trumpning yangi hukumatiga tanlanayotgan Xitoyga qarshi eng qattiq tanqidlari bilan, Xitoyga qarshi eng o'tkir so'zlari bilan tashkillangan bir guruhga, ya'ni o'ng qanotda Burkut nomidagi kabinat a'zolariga nazar degan bu programma o'rnashtirdik. Endi bu qatimqi programmada shu Burkut nomidagi kabinat a'zolariga kirgan 17 shaxsni qisqacha tunishtiramiz. Shunga asosli tema shu shaxslar haqida bo'ladi. Boshqa xalqaro vaziyat haqida emas, shuningdek shunga munosabatning yaxshi sifatli bo'lishi uchun bu shaxslar haqida to'xtalgan bo'lsak, mana shu resim hozirgi bugungi bizga so'zlab tushundirmoqchi bo'lgan 10-yillardan tarkib topgan, ya'ni 17 shaxsniki. Buniki birinchisi muavin prezident Jack D. Vance. Eng avval gapni to'g'rilikka sizdan boshlaylik. Jack D. Vance, ya'ni Amerikaningki muavin prezidentlikka Trump tarafidan tanlandi. Bu haqida o'zingizning izlanganlaringizni bir o'rtoqlashgan bo'lsangiz rahmat. Assalomu alaykum Abdurimjon. Assalomu alaykum. Barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Yakshanba kuningizga xayrli bo'lsin. Bugun Abdurimjon inimizning taklifi bilan ekranga chiqib, shu yangidan saylangan Prezident Donald Trump'ning kabinet a'zolarini bir-birlab tanishtirib o'tishga tirishman. Agar Abdurimjon Mavlan ikkiinglarning har qanday yerda savolinglar bo'lsa yoki mushlar to'g'ri izohatlarni bermoqchi bo'lsanglar, men so'zlayotgan jarayonda so'zlasanglar bo'laverdi. Uningda boshqa gap yo'q. Endi oldi bilan shuni boshlashdan burun men shu 2 minut vaqt ijozat bergan bo'lsangiz, shu saylovningki natijasi to'g'riliq bir 2 minut so'zlab o'tay. Chunki bular saylov bilan munosabatli shu. Xo'sh, boshla. Endi hammamiz xabar topgandek, Amerikaning prezident saylovi shu 11 oyning 6-kuni tamomlanib, Donald Trump qaytadan prezident bo'lgan bo'ldi. Prezidentlik saylamda bunaqa natijasidan hammamiz xabarimiz bor deb o'ylayman. Trump 312 bilet qarshi 226 ga shu qarshi prezident bo'lib saylandi. Senatorningki shu saylam ahvoli bo'lsa, Cumhuriyet Partiyasi 53 biletga erishdi, 47 bilet qarshi. Endi bu House deymiz, House'da yani Kongres deb alsak bo'ldi. Uningda Cumhuriyet Partisi 22 bilet. Mening mo'ljalligim 221 biletga erishamikin deganda hozir xulosa chiqib bo'ldi. Hozir 220 bilet qarshi 215 da yana Cumhuriyet Partisi tutib chiqdi. Endi yana bir narsa borki, buning balkim nurg'un qarindoshlar balkim buning diqqat qilmadi. Bu bizim shu governors deydi. Her bir shtatning boshliqlari. Shtat boshliqlari Cumhuriyet a'zolari 27 biletga erishdi. 23 qarshida. U bir endiki yana bir eng muhim nuqta ama popular nuqta deymiz. Popular vote deganda Trump'ninki shu bugungi bildi qaraganda 77 million dan eshitdi. Kamera Harris'ning 75 million yetay deb qopti. Demak, popular vote dema shu Cumhuriyet Partiyasini bo'ldi. Bu demak, bu hozir shu Cumhuriyet Partiyasiga nihoyatda bir cho'ng g'albini yaratdi degan sizdan. Bu yerda talash-tashib bo'yatdi, ba'zilar landslide victory
degan bilan yana ba'zilar bo'libmi demokratik hozir landslide victory emas, landslide victory bo'lgan bo'lsa, u boshqacha bo'ladi degan narsadan chiqadi. Lekin mening ko'z qarashimcha landslide victory bo'ldi. Bu Trump'ninki yeni kabinetiningki tasdiqlanish uchun nihoyatda yaxshi bir fursat yaratib berdi degan gap. Shuning uchun men Mishel Mao 2000 deb o'tkatdi, to'liq biri electoral vote, biri popular vote. Bu Amerikadagi nimasi electoral degani har bir shtatninki, masalan Kaliforniya desak, Kaliforniya masalan 51% odam Trumpni qo'llab, 49% odam demokratiyani qo'llasimi, butun Kaliforniyaninki saylanability Trumpga mangdi. Uni Amerikan electoral deydi ama electoral deydi. Popular vote degani so'zlab ketganda, o'sha Amerikada jami qanchalik odam Trumpni qo'lladi, qanchalik odam Kamalani sayladi deganni bilindi. Haqiqiy saylanda hisoblaydigani electoral vote. Bir shtat kim ustib olsa, kim shu shtatni ustsa, shu shtatning butun bileti ash odam qarab mangdi. Javob to'liq deganni shikli tushuntirib qo'ydi. Unda bo'lsa o'sha shaxsga kitamdi, asosli temamizni aşağı yetkaylar. Bo'ldi, unda bo'lsa bir şey dedim. Bu da saylamdiki yana bir narsa shu hamda Amerika'nın ahalisi şu 335 milyon qatarda. Bu qaytimki saylamga qatnashganlarniki 226 milyon kenda. Demek fakat 60%'deki saylash yeshiga kelganlar saylam qatnashibdi. Bu bir nachar tarbiya. Aslida 80% yaqin saylovchilar qatnashgan bo'ladi. Shuni qistirib o'tay, undan qanimaninkilar. Hamda bu kabinet a'zolarini Amerika'nın kabineti şu, hukumatning kabinetida jami 15 minister dereceli department. Amerika'da bunu ministerler demeydi. Bularni bölüm yani department deydi. 14 ne department deydi. Onun içindeki birisi baş teftişten başka hemisi sekreterler deydi. Şunun için müjde şu noktada depute dedim. Uygurlar ministerler dep aldı. Hem de Amerika diyen presidential system. Şu presidential system muğandikin minister demeydi. Bu bölüm deydi. Kabinetindeki her bir bölümü deydi. Ben şunun için müjde ministerliği diyenin ornuna bölümler dep alma. Endikin katip diyenin ornuna sekreterleri dep alma. Çünkü katip diyen mi sırtın kelgen til, sekreter diyen mi sırtın kelgen til. İngilizce bunu sekreterler deydi. Şunun için sekreterler dep alma. Hem de manın keldiğen bolsak J.D. Vance'dan başlayalım. J.D. Vance degan özü 40 yaştır. Ma saylangan çağda 39 yaşta hazır 40 yaş. Hem de toşte o nait yaş. Amerika'nın tarixideki ikinci yaş vice president ekan bu J.D. Vance. J.D. Vance özü bir avukat. Endiki uruş qatnaşkan. Yale Üniversitesi'ndeki law degree var bir lawyer'da bu. Bu öz vaqtida bir kitap mı yazgan? Hatta ötkende Mevlan sözlep ötkendek Xitayga qarshi Uyg'urlar qo'llash to'g'riliq ashtaq mazmundagi leksiyalarni bergan bu adam. Uyg'urlar foydasi bor deb. Bu J.D. Vance'ning bir alaydiligi nima deganda bu yosh o'zi jushqun fikrini ochiq dalalaydigan bir alaydiligi bor. Bu aslida Trump'a qarshi. Trump'ning 2016 yıldan boyunca Trump'a qarshi. Keyin bu ham Trump'ning birinchi qitim hukumatning qanchaqlar keyin bu shu Trump taraf o'tib ketib Trump'ni qo'llaydigan bu. Bu da haqqi shu Prezident Trump bunu ko'rsatgan chog'da asli bu yerda shu bir qancha nomzodlar bor. Masalan biz tanishlik qilgan Marco Rubio bu shu vaqtida shu J.D. Vance bilan ma'mur prezidentlikning o'rnini azroq talash tortish bo'lgancha Cumhuriyet Partiyasining a'zolari Marco Rubio'ni qo'yaylik deydi, lekin ba'zilar J.D. Vance'ni qo'yaylik deydi. Lekin J.D. Vance'ni utib chiqqanining asosiy bir sababi nima deganda, men o'tgan so'zlab o'tdim, o'sha 7 talash tortish shtatlar borku, o'sha nim tarafda 7 shtat 4 ashada. Shularni aslida Trump'ning maqsadi shularni qo'lga keltirish uchun uni nim qilgan. Chunki Marco Rubio degan Florida tarafda. Florida taraf bo'lgandek oyoq ta'siri J.D. Vance'dek bo'lmaydi. U bir. Yana birisi Trump'ning ikki o'g'li bor-ku. Ikki o'g'li bu J.D. Vance'ni nihoyatda qo'llagan. Qo'llab recommendation qilgan. Albatta u o'zining o'g'li ham
Endi ma Trump Junior deymiz. Trump Junior degan Trump'ning aytdi yaqin hamkorlashib shu Trump'ni ustib chiqishda chin yordam qilgan uning gapimi dadisi o'tidi. Shuningdan ashtar bo'lgan. Ham JD Vance to'g'riliq men mishagicha to'xtalaylik deymiz. Ham bu endi kabinet a'zosi emas, ammo bu kabinetninki Trump'ninki Mount President bo'lgandan keyin shu asosan kabinet ichida cho'ng rol o'ynaydi. Bir so'z so'ray, to'g'riliqqa Monika, siz dedingiz, 2016-yildagi saylan vaqtida Trumpga qarshi dedingiz. Bu yillik saylamda bu Trumpning eng kuchli qo'llovchilari bo'ldi. Burun nimishga qarshi, hozir qanday kuchli qo'llovchilari bo'ldi? Bu haqida bildiganlarimiz o'rtoqlashamiz. Bu vaqtda men uzun to'xtalmay deyman bugun chunki mazmunlar nihoyat ko'pchu. Deyman. Endi asosli sababi nima degan chaqda bu Trump buchvag'i o'zi 2016-saylanga kirish vaqtida butun nima degan shu butun media deymiz, butun hammada Trumpga qarshi vaqtida-chu. Buni bo'lolmaydi, bu faqat o'zining pulini xashlaydigan ya topolmay o'zini ko'rsatishni chiqib oldi degandek narsalar bor. Endi keyin ba'zi bir siyosatlarda Trumpning o'z vaqtida nima deymiz, Cumhuriyet Partiyasininki nuqta nazarlariga to'liq tushmagan yerlar. Shu yerlardan qarshi qoldi. Bu shunchalik deb o'tay. Men JD Vance'ga ikki qiz qaytib qo'yay, bugun azal to'liq so'zlaydi, men jihatga qilmadim bo'ladi. So'zlab aytadi. JD Vance'ning men ikki parcha maqolani o'qigan. Bu nuqtada bu JD Vance bu Ukraina urushga bizning qatnashishimizning hech qanday ahamiyati yo'q, uyat urush bo'lmasligi kerak deydi. Bizning eng chong adversary deydi, eng chong bizning raqobatchimiz, bunda yapaloq tilda aytsak dushmanimiz Xitoy deydi. Rossiya bizga iqtisoddan tahdid qilolmaydi deydi. Jo'g'rafiyadan hech narsa tahdid yo'q bizga deydi. Bizga hamma xatarli keldigani Xitoy, shuning uchun biz butun yerga diqqatimizni shu Xitoy qarshi shuning ilib borayli deb so'zlaydi. Buningki bu o'zi nihoyat aqlli odam, buni ayolmi ikkisini o'zining birga o'qigan advokat Hindistonlik buni ayoli. Shu bolasi bor. Buning bu yerni meni nihoyat yaxshi ko'rgan yerim buning deydigani butun diqqatimiz bizni Xitoy qarshi turayli deb mushaqqa qarab mangdi bu. U bir endi yana bir narsa qistirib qo'yay. Bu JD Vance deganchi, Ohio'ningki senator. U yashog'ini bilan 2023dan boshlab senator bo'lgan. Endi keyin buningki siyosiy ko'z qarashida shu abortion degan qarshi. Abortion degan qarshi endi keyin o'xshash jinsliklarni to'y qilishi, masalan, er bilan er to'y qilish, ayol bilan ayol to'y qilishni qonunlashtiryapti-ku nurg'un shtatlar. Uning qarshi endi keyin Mavlan endi keyin gun control deymiz. Miltiqni qurolni shaxslarning qurol egallashiga bu qurol egallashini qo'llaydi. Qurol egallash kontrol qilganligini qarshi qilganda, demak qurol egallashni qo'llaydi. Endi keyin shu Ukrainaga Mavlon deb o'tdi, uni deb Ukraina Amerikaning Ukraina urushiga bikon pul xashlayotdi degan ishninga siyosatga qarshi. Bular endi. Buningda men shunchalik to'xtalayli deymiz MJD Vance. Endi yana bir shaxs davlat ishlar sekretari, tashqi ishlar ministri Marco Rubio. Endi bu qat'iy bu Donald Trump tutqandan keyin saylamda nurg'unlagan bizning Uyg'urlarimiz eng qiziqadigan, eng yaxshi ko'radigan shaxsdan birisi bu Marco Rubio bo'lsa, ya'ni Marco Pompeo endi-da. Nurg'adan shu Marco Pompeo asli o'rniga keldi. Marco Pompeo asli o'rniga keldi. O 2021 yilda o'qitini tushdi 24 soat qolganda Uyg'ur qirg'inchiligini e'lon qilgan. Xitoy qirg'inchiligini qilyapti degan. Shuning u qayta kelib qolsa, texnik Xitoyga qarshi kuchli tadbirlarni qo'llana oladi deb bizning Uyg'urlar cho'ng umid kutgan. Hatto torlida ba'zi Uyg'urlarimiz Mark Pompeo qayta kelsin degandek uni qo'llaydiganimizni ifodalagan-da. Afsus hamda Marco Rubio chiqdi davlat ishlar kotibiga. Nima uchun Pompeo taklif qilinmadi? Bu haqida qisqacha so'zlab, anan keyin bevositalik o'sha Marco Rubio kirgizsak. Marco Rubio mo ilgari Uyg'urlar haqida nurg'un qonunlarningki tunishtirgan shtaqqa Uyg'urlarning jazolarga shohidlarni kurashgan nurg'un bu Uyg'urlar uchun eng yaxshi ishlarni qilib kelgan Uyg'urning eng kuchli qo'llovchilaridan birisi-da hamda. Bu haqida bir qisqacha avval shu Marco Pompeo haqida bir qisqa to'xtalib, keyin Marco Rubio kirgizsak. Rahmat.
Ya men ham de shu men menda o'yladimki, Marco Rubio'ni bir qisqacha tanishtiraydi. Chunki buning o nima uchun Mike Pompeo'ni tanlamadi degan bu tarix azroq bir siyosiy tarix bilan munosabatli. Shuning uchun yana Marco Rubio'ning kelib chiqishi, uning nima ishlarni qilgan degan to'g'riliq bir azroq. Asosliga bu Marco Rubio'ni tanlaganning sababi uchun Marco Rubio degan shu Trump'ni bir hisob izchil qo'llab kelgan. Gerçi 2016-yilda Trump'ı tunji qitim saylam qatnashgan chaqda Marco Rubio ikkisi chiqib sahnada xeyli bir shaman gaplarni qilishdi. Mana Little Macro dedi, bu Trump'ning qo'li kichik bo'lgandan keyin qanchalik erkakligi va uni tushungan bo'ldi degandek ashta bir parolar qilib chiqsa jiq talashda chiqib ketgan. Tunji qitim saylam. Lekin bu saylamni nima qilgandan keyin Trump saylanib bo'lgandan keyin uchun Marco Rubio Trump'ni qo'llab, izchil qo'llab keldi. Buningki tashqi ishlar jihatda var Marco Rubio'ning tajribalik. Foreign ishxonasininki boshlig'i bo'lib ishlagan. Andan keyin yana nimalardi? Bu o'zicha Kuban Amerikaliklarninki bir avlodi bu. Kubani o'zi biz kommunist davlat bo'lgandan keyin bu o'zining ota-onasi kichigidan mushu balining hamda Marco Rubio'ning kallasiga shuni singdirib o'tganda kommunizm sistem degan qandoq degan narsani singdirib o'tganda bu kichigidan tortib kommunizmga nihoyat o'ch. Xitoyga emas, u Rossiyaga shundoq o'ch, shu Kuban nimasiga o'ch kommunist bilan munosabatli bo'lgan har qanday nimaga uchun bu o'ch. Shunda nima qilgan? Andan keyin o'zimi yosh, jushqun gapini ochiq qila oladi. Abayman deb o'tganda Trump'ni izchil qo'llab kelgan, nihoyat cho'ng rol o'ynaydi-da. Bu jihatlarda. Hamda Mike Pompeo'ga kelsak, yana bir narsa, eng muhim narsa Marco Rubio uchun Uyg'urlarning ishiga kelgan chog'da amaliyotda ishini boshlagan mushu desak bo'ldi-ku. Shu eng boshda chiqib Uyg'ur qonuni 3ni o'ttirib qo'ydi. 3 yilning ichida mushuliqi spota bo'lganda, qo'llig'ichi bo'lib o'ttirib qo'ygan. Chunki jazman 1-2 senato a'zolari yoki House'nikilar billa bo'lib nimani qonun loyihani o'ttirib qo'ysa oldi. Bu shuningda aktiv. Yaqinda shu bir yil 6-oyda shu vaqtida yana shu Uyg'ur kishilik huquq qonunining nimasi 2005-yili 4-oyda shu vaqtida amaldan qoldi ekan-ku. Amaldan qilishdan burun bu sunib bo'ldi, yana shuni qaytadan yana uzatish to'g'ri. Bunda ishni hech kim qilmadi. Biden hukumatida hech kim chiqmadi bu to'g'riliqchi. Lekin buning yana bir alayligi nima deganda demokratiklar bilan birga ishlaydi. Chunki Uyg'ur qonunini o'ttirib qo'ygan chog'da demokratik kongress a'zolari bilan birlashib shu loyihani o'ttirib qo'ygan. Bu Uyg'urlarga haqiqatan ko'ngil bo'lgan, Uyg'urlar uchun nihoyat muhim bir shaxsiy bu. Hamda Mike Pompeo kelib buni to'g'riliqni uzun to'xtalmayman. Bir ikki og'iz fikrimni berib qo'ysam, Mike Pompeo uchun o'zi huquqidan qilishdan bir kun burun, shundami Uyg'ur irqiy qirg'inchilik nimani Xitoylar Uyg'urlarning ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deganni qarorni chiqarib o'tib tushib ketgan. Lekin tushib ketgandan keyin o'zi jimiqib ketdi. O'zi o'riqlayma deb u bu deb yurib siyosat ishlarga jiq aralashmaydigan bo'lib, keyin ikkinchi qitim saylam qanchaqda bu ancha kuchayib ketmadi. Andiki 2024-yillik saylam bo'ldayman. O'zim uchun ancha-muncha g'ulg'ul paranglarni qilib, men prezidentlik saylamni o'zimni ko'rsataman deb shu orliqda bir orliqlarda so'zlagan chaqda o'zini distance himself from Trump deydi. O'zi bilan Trump'ninki orlig'ini-ku o'zini ner taqdirdi-ku bu. Bir qancha yil so'zlagan chaqda Trump'ni ochiq oshkor tanqidlamagan bo'lsa-ma, lekin Trump'ning ma'lum nimalariga kelgan chog'da o'zini sal nerga tortgandan keyin Trump ashuni biroz xafa bo'lib qolgan yeri bor. Shu vaqtda andikin mencha Mike Pompeo bilan Rubioni bilan silishtirdi. Chunki Trump'ning maslahatchilari bor, bu maslahatchilar bilan silishtirdi.
eng oxir Marco Rubio'ni anın qaraganda layoqatliroq dedi. Lekin ta hozirgi shuni diqqat qilaylik, Mike Pompeo ta bugun qadar hech qanday noroziligini bildirmadi. Endi hukumatning ichidan yana boshqa o'rinlarni olamdi, olmamdi, uni o'qimaymiz. Chunki Trumpning administration vaqo 4000 odamni tanlaydi. 4000 odamning ichidan 1200 ni sanatdan tasdiqlash to'g'ri keldi. Qolganlarini Trump kimdi desa shu. Shu 4000 ichi odamning ichida nima qildi? Endi kim bu Trumpningki tunji qitimliq administrationda, tunji qitimliq hukmronlik qilgan vaqtida o'zimiz bilamiz-ku, Trump degan odamlarni almashtirishni xohlaydi bu. Biden degan birisini tanlab qo'ydi, hech kimni o'zligi fire qilmagan, lekin Trump fire qilishni yaxshi ko'rdi. Bir ishga yaramaydigan bo'lsa, uning o'rniga boshqasini qo'yaverdi. Bu qitimqi yangi administrationda mushunda ahvolmi yuz berdi deb qarayman men. Mavlan. Endi bu qara Mike Pompeo'ni qilsang, Mike Pompeo'ningmi buningda chunki Donald Trumpnikida buning o'rin qolmadi. Vice President deb boshqa kelib ketdi. Tashqi ishlar ministri kelib ketdi, davlat ministri bu 3 yilsi boshdilar o Trumpningki buningga o'rin qolmadi. Undan to'g'ri o'rinni olmaydi. Mike Pompeo. Endi Mike Pompeo'mi o'zi budaqi kim bildi, budaqi prezidentni mengishga, saylanishga tayyorlik qilib o'tishi mumkin. Shuning uchun o Trumpning hozir tuttunimiz voy Trump voy deb ketib boramiz, to'g'rimi? Lekin ma bir 2 yil o'tgan Trumpning siyosatida mag'lubiyatga uchramdi. Uni uqmaymiz. Shuning uchun u o'zini bir oz to'liqmi deb o'tkatdi, orliq tashlab ketib bordi. Menimcha bu Trumpning hukumatiga bu kirmaydi. Shuning uchun bu o'zining siyosiy mo'ljallishi borda, o'zining siyosiy 4 yilga o'tib ketdi. 4 yildan yana bu chunki Pompeo'ni prezidentga bo'l da'vatga odamlarni xeyli bor. Macron desak, bu Macron biz hammamiz yaxshi ko'ramiz. Buningki hozirgi buning qo'lidagi Uyg'urlardagi Alnigarmi shu Macron Rubiyda ishlaydi-ku deyman hozir. Alnigar mushunda ishlaydi. Bu Uyg'urlarga nayt yaqin Uyg'urni kunda ko'rib turdi desam bo'ldi. Bu Uyg'urlarning qalbidagi eng cho'ng nima cho'lponning birisi bu. Haqiqatan bu nimani mushu Xitoy qarshi Uyg'urlarga ip ketib qolgan bir nechta qonunning hammani dastlabda o'ttirib tashabbus qilgan odam bu. Buning bu nimalarni demokratiya bilan Cumhuriyet Partiyasining hozir bir yer birlikda bular umumyuzlik Xitoyga qarshi turishda. Bular 80% birlikda. Shuning uchun buning qonunlari hozir masalan Xitoy qarshi qonunlar biz obyektiv so'zlaymiz, hissiyotimiz qarmay. Xitoy qarshi qonunlarni Uyg'urlar jazolash to'g'riliq o'tgan nurg'un qonunlarni Biden hukumatida qildi. Mushlar qilgan biladi. Mushningdan bilsa bu ikkisiningki bu Xitoy qarshi turishda nayt oz uchraydi. Bu odat bu ikki partiya hammani mushta qarshi turganlar bu tashqi mishadan nayt birlikka kelgan. Buningda Marco Rubio'ning roli intayin cho'q abi to'liq etgandek bu demokratiyalar bilan so'zlasha oladi. Qaror qila oladi. Ashlar bilan o'tirib qonunni mandaq deb ular qo'shilmagan yerda men mandaq qilaydi deb eng oxiri ashini senatorga yo kongressga soladi. Shuning uchun o'tib ketadi. Ben bir şey Abdurrahimcan bir nuqtani qo'shib o'tayim, andikin boshqa u nima bo'ldi deganda-ku, Marco Rubio'ning yana bir siyosiy ko'z qarashi-ku, bu o'zining fikri bor odam, o'zining fikrini ching turadigan, andikin o'zininki nima deymiz, bir o'zining tutgan nuqtasi ching tura oladi. Bu yerda ba'zilar voy bu qitim Trump saplı o'ziga yes man deydigan, ha deydiganlarni tanladi deydi. Amaliyotda Marco Rubio degan yes deydigan odam emas. Masalan, Trumpning birinchi administrationida var-ku, Suriyadan, Afg'onistondan harbiy kuchimizni chiqarib olamiz deganda bu qarshi qilgan. Shu Trump prezident bo'lganda qarshi qilgan. Endiki Amerikaningki Ukraynaga askar avatishga bu qattiq qarshi. Onun özünün fikirlerini koygan değil ki Demokratik Partiya vaqtida unmagan onun uchun shu nuqtani qisib o'taylik. Chunki bir savol bor, bu Marco Rubio hamda Amerika davlat sekretari bo'lganda
bu burun Xitoy hukumati bunga Xitoydagi Jazo bergan. işte bu Jazo bergan. jazo bergan odamning birisi bu. Yani bu Amerika'nınki devlet işleri katip olgandan keyin mesela Xitoyga ziyorat berib qolib qolsa, hamda devletga boradigan gapda o'sha qanday bo'ladi u mezgilida? Barmasligi mumkin. Uning birini Ya bu bir normal ahvol. Masalan, burun Deng Xiaoping 30-yil Angliyadan mangu kirmaydi deb cheklab o'tgan. Amerika Xitoyni boshlaganda Angliya qizil gilam silib uni kutdi u. Shunga o'xshash bu vaqtda tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin u yerga bordi, nurg'un birimlarni nim qildi, buning bilan yiqilishni nim qildi, u ish o'zi bilan ketaverdi siyosatga. Uni hech qanday farq bu yerda hech qanday to'sqinlik bo'lmaydi deb o'ylayman. Ya bu to'g'risida Amerikada cho'ng-cho'ng bilan taratqularda bu vaqtda bo'lgan munozara bilasizlar bormi, yo'qmi? Ya bu to'g'riliq bo'lmaydi ancha, chunki bu Amerikaning davlat ishlar ministri bo'ldi. Sekretar demsen ministri bo'ldi, shuni kutsan sen. Bunda bo'lgandan keyin Xitoy oldiga o'xshash chiqib, Xi Jinpinglar ko'rishidi, tashqi ishlar ministri ko'rishidi, hammasi ko'rishidi, o normal munosabat ketaverdi. Bo'ldi, undan keyin ketim o'sha rasmiy bo'lganliklaringizni ko'ramiz. Ya bu uzun paranglar. Yashincha endi Pambondi, yana bosh taftish. Bu Pambondi kim o? Bu vaqtda bir qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz, rahmat. Bu Pambondi to'g'riliq uzun to'xtalmayman. Bu abay men deb o'tgandekchi sekretarlardan boshqa, buni sekretar demaydi, buni bosh taftish deydi, attorney general debchi. Bu o'ringa chiqishdan burun amaliyotda Florida shtatiniki bosh taftishi bo'lib ishlagan. Bu jihatda bu tajribalik, tajribalik. Endi buni o'ttir qo'yishniki asosli sababi nima deganda haliqi Matt Gaetz deb birisi bor. Matt Gaetz deb bir yosh birisi bor. U shu 40 yosh atrofida deyman. U Matt Gaetzni dastlabda shu bosh taftish qilgan-ku. Lekin birisi Matt Gaetz ninki asosan shaxsiy ba'zi nimalari uchiga oshkorlanib qoldi-ku. U shu ayollarga bosqinchilik qilgan degan nimalar ayblashlar bo'ldi. Andan keyin ba'zi bir nima jinsiy parakandchilikda shunday narsalar bo'ldi degan haqida nurg'unlar chiqib ketdi. Andan keyin Cumhuriyet partiyaning mundaqchi Cumhuriyet Partiyasi men deb o'tdim, 53 a'zosi bor Cumhuriyet Partiyasidan kelgan bu senatoda. Agar senatoda shu 3 yilni yo'qotib qo'ydigan bo'lsa-ku, 3 yil yo'qotib qo'ydigan bo'lsa, a'lo nima qilib ketdi, buning tasdiqi o'tmay qoldi. Shuning uchun o'zligidan deydi hamda bisim orqali, Cumhuriyet Partiyasi a'zolarining bisim orqali u o'zi voz kechdi, bo'ldi men bo'lmayman deb voz kechdi. Hamda men yerda jinoyat dedim, u jinoyatda aniqlanmagan jinoyatlar. Faqat haqlarning-ku bu ayollar, ayollar chiqib menga ashtaq qildi, undaqni ko'r qoldim degan ularga nima qilgan yer yo'q. Hamda mencha bu Matt Gaetz'ni tushirayotganning asosiy sababi nima degan uchun Matt Gaetz uchoq tanqid fikr qildigan birisi ekan-ku. Men bir qancha buning shu senatorlarda haqlar bilan talash-tortish qilgan yerlarini ko'rdim, so'roqda. Shu o'zidan nima qilgan cho'ng amaldorlarni shu uchoq oshkora savol qo'yib, shu hatto ba'zi vaqrab nima qilib so'zlaydi ekan-ku. Bir xil qo'pol tuyuldi ekan. Lekin u shu nima deymiz, rostchilik odam ekanda, birini bir deydigan bir odam bo'lgandan keyin Trump shu tarafni yaxshi ko'rgan. Lekin undaq odamlarni odamlar yaxshi ko'rmaydi-ku. Shuning uchun nima qilgan chog'da nomzodlikning tasdiqdan, ya'ni qanday deymiz, jazmlashtirishdan o'tamay qoldi deb odamlar uning besim tushayotgan, u chiqayotgandan keyin Pambondini o'ttirib qo'ydi. Bu Pambondi to'g'riliq yana birisi Matt Gaetzning-ku nimada advokatlikda qonun jihatda ancha nimasi yo'q, tajribasi yo'q. U undaq o'rinlar bo'lgan. Lekin Bondi abay men deb o'tdim, Florida shtatininki bosh taftishi bo'lib ishlagan. Endi mush jihatlarda xeyli yaxshi ta'sir qoldirgan ekan. Buning ancha cho'nglikqa qarshi fikr chiqmaydi buni tasdiqlash. Ya'ni buningga demakchi, buni eng kuchli Xitoy qarshi so'zlagan so'zlarniki nimalardan esingizga qolib qolganlar bormi? Uningdan toza xabarim yo'q. Lekin abay Mavlon deb o'tdi-ku. Mushu Amerika, mushu yangidan saylangan shu
shu nimalarning sekretarlarning mutlaq ko'p qismi Xitoyga qattiq qarshilikda. Bu Ma'lumda matning yani saylanmagan bir yerichi xalqlar bosh taftishni unda qattiq hammaga fikr berib bo'lib so'zlaydigan odamni xolamaydi. Bosh taftish degan bir o'rtaq o'rin turib hammaga obyektiv qonun bo'yicha ko'z qaraydigan odamni tanlashni yaxshi ko'rdi. U o'zining siyosiy ko'z qarashlarini bak aralashtirib oldi. Unda bo'lganki uning bulanmagan. Ma'ayal o'tamda o'tmamda uqmaymiz. Çünkü United 3 adam sayılmışsa Republic Parti'de Donald Trump yanı bir adamını köz tutuştu doğru ki. Bo'ldi. Asos qilmoqcha shaxsning o'zida to'xtalaylik, hamsa boshqasiga chiqib kirmay. Pambandi to'g'ri bir gapim bor. Buning yeshi 54-58 yosh. Matt Gates qaragan xili cho'ng tajribalik. Bu jihatni aytgan. Andiki jiqadamni ranjitmagan. Abay Mevdan deb o'tgandek-ku, qonundan xabari bor, jiqadamni ranjitmagan. Bunda qadam mencha mening fikrim Mevlanga o'xshamaydi. Menchi bu ayol o'tib ketdi. Bu ayol men o'tib ketdi deyman, chunki buni adil bo'ludi degan demokratiyadan ikkisi bor. Ikki demokratiya buni bo'ludi deydi. Unda bo'lgandan keyin ikki demokratiya bo'ldi degandan demokratiyaning ichida buni saylab o'tib ketish ehtimoli cho'ng degan gapda. To'g'ri. Gandining yana bir muhim nuqtasi bu Trump birinchi qatim prezident bo'lgan chaqda impeachment qilgan-ku. Impeachment qilgan chaqda bu advokat bo'lib, Trump tarafda bo'lib, Trumpni oqlab olgan-ku bu. Oqlashda cho'ng bo'lgan. Shuning Trump buning bakkaligi rozi. Bunda olsa keng shaxs to'sayli hamda Robert Kennedy bu sog'lomlik ham inson mulozimati ministri shuning ekan, bu Robert Kennedy kim bu odam? Mushaqqida bir qisqacha asosan tarjima deb to'xtalaylik. Bu odam hozir biroz talash tortishda qolgan odam-ku, adam jazmlashtirish kelgan chaqda buning ustidan jiq talash tortishlar ketdi. Buningki ham tarixiy oq ko'rinish deydigan bo'lsak, bu asl degan demokratiklarning bir kuchli a'zosi. Bu John F. Kennedy familiyada aytadi-ku, Kennedy oilasi deb Mevlon odam bu Amerikaning siyosatini demokratik partiyaning siyosatining belgicilarining birisi. Demokratik partiya qilgan asli mushning oilasi. Bu JF Kennedy deb o'ltirilayotgan JF Kennedy'ninki bu nephew. Nephew nima deymiz? Nima to'g'risi? Nephew degani hamda dadasininki jiyanidan bu andikin jiyani bo'ldi, andikin yana bir Kennedy bor, senator Kennedy'ninki uningmi jiyani bo'ldi. Ular bilan aloqasi kuchli. Bu aslida degan demokratik partiyaninki muhim bir a'zosi. Keyin bu qandaqlarcha demokratik partiyaga qarshi bo'ldi, lekin Cumhuriyet partiyasiga o'tmaydi bu. Independence deb hamda independent deb chiqib oldi. Independentlik mustaqilchilik degan emas, Uyg'urchalik mustaqilchi emas. O'z oldiga bitirib bo'lma deb saylam qatnashgan bu. Saylam qatnashi buningki o'ynagan roli nima deganda, buning agash kuchilari jiqda. Agash kuchilari jiq, andiki demokratik partiyaning ichidagi Kennedy oilasininki nurg'un nimalar bor-da, ular agash kuchli. Ular hammasi bilatni ma'lumga tashlab, demokratik bilatning nimasini qilib qoldi. Lekin bu eng oxiri kelgan chog'da buni hatto sotdan buningki saylanish huquqini evitimiz deganda sotdan yo'q. Bo'lmaydi, sen jazman saylam qatnashdi deb yanalash independent saylamda o'zini ko'rsatib 2% dak bilatni oldi. Lekin shu bilatni elishdan burun bu tashviqot qilib, shu orliqda Trump'ni qo'llaydigan bo'ldi-da. Trump'ni qo'llaydigan bo'lib, tashviqot qilib, "Menga bilatni tashlamanglar" bo'ldi. "Menga bilatni tashlaydiganlar, nimanglar orzuyinglar bo'lsa, Trump'ga bilatni tashlanglar" deydi. Shuning bilan demokratik partiyaning butun kampaniya nimasini buzib yetib qoldi-ku, bu cho'ng rol o'ynaydi. Hamda buningga nima uchun qarshi degan chaqda-ku, virusga vaksin qarta buning uchun cho'nglik o'zining o'z oldiga ko'z qarashi. Vaksin butun Amerika xalqini vaksinlashtirish degan amaliyot bu xato. Bu bir shu siyosiy maqsad bilan qilayotgan deb misinformation deydi. Misinformation taqatdi deb
shuni nim qildi. Endi keyin bu odamning yana bir alayligi bu odamning bir alayligi nima deganda u nima deb bo'pti mana shunaqa. U liqandikin nima mushuliqi Amerikaninki ama Amerikaninki yemek içmeklerini standartını ölçümü ne Avrupa'da kılış gerek degan pozisiya. Mesela Avrupa'da sizlar turayotgan, birinchi sizlar turayotgan Avrupa'da mesela yemek içmeklerine mesela nima biologiya jihatda nima deymiz, nimasi yo'q, jini bo'lmaslik kerak degan narsani qildi-ku. Amerika degan undaq ishlar yo'q. Amerikada nima cho'ng organik qilish, har xil yemek içmekler, McDonald's deymiz, fast nimalar bor, har xil nimalarning tamaklarını sağlam emas deydi. Endikin avu Amerika'daki şu mağrip sayesinde ballağa sivatmanlık okullar ameliyat ziyanlı dep eştak teşvikatlarını kırıyorken şu bu demokratiklik nimelerge cihnimelerge karşı olgandan keyin şu bir nima narsa endikin bir narsani deb o'tay bu yerda bu odamning huquqi almoqchi bo'lgan huquqi nihoyatda cho'ng huquq. Amerika'nın healthcare sisteminin şu pullarını asasen müşeden başkurdu desek. Amerika healthcare diyen şu 2.5 trillion dolar. 2.5 trillion dolar diye Amerika bütün iqtisad budjetindeki 4'ten 1'den çıkarak oldu da. O yamancık pulunu başkurduğum oldu. Yani bir yerde bir qancha cho'ng agencylar var. Bu mesela DHS deymiz. DHS'ninki sekreter bunun kol astida mesela CDC deymiz. CDC dediğimiz Center for Disease Control. Kasalliklarni kontrol qilish markazi degan bir cho'ng agentlik var. U bor. Endiki NIH National Institute of Health deydi. Uni sog'lomlik memleketlik sog'lomlik instituti degan. Umi bir cho'ng narsa. Andikin Food and Drug Administration deydi. Food and Drug Administration degan yemek içmek bilan dorilarni boshqarish degan bir yana bir cho'ng agency. Andikin CMS'ni ma'lum bildim. Hem CMS'ning proyektleri uzun yıl işleyen CMS degan Center for Medicare and Medicaid Services degan bo'ldi. U shu Amerikaning Medicare'ni anglagan bo'yitlar. Medicare degan asosan 60 yoshdan yuqori kishilarning sog'lomlik nimasini kapolatligini saqlaydigan pul. Ya'ni Medicaid degan kambag'allarni qo'llaydigan. Mesela Obamacare deymiz, Medicare deymiz, Medicaid deymiz, şu sağlamlık bilan münasebetlik programlarının hemmisini şu muşu adam başkurduğun buldu. Mesela hazır degan CDC'ninki direktörünü tallap buldu, NIH'ninki tallap buldu, Food and Drug Administration'ı tallap buldu, CMS'ninki tallap, CMS'ninki bizim fakirli Mehmet Öz degan adamçı o aldı. Takımda muşlarning hemisi muşadan başkurdu. Şunun için bununki hukukunu berişte Demokratik Partiya a'zolari uchun nihoyatda qattiq kuchiydi. Bu talash tortish qolgan. Bir foydali yer nima deganda buning nisbatan aytganda bir foydali yer nima deganda bu asli abay men deb o'tdim-ku Kennedy family'ninki Kennedy oilasining a'zosi bo'lganlikdan demokratikdagi jiq sanatlar balkim buni tasdiqlab o'tdi. Gerçi mayaqni biritini shu orqali yetkazib o'tish mumkin. Lekin mencha mushu saylandi ha. Üt bo'ldi mu? Trump'ninki hükümetide uzun qolmay Trump bunu boshlaydi. Chunki bu sog'lomlikqa pul qashlab xalqning sog'lomligiga e'tibor berdi. Donald Trump nurg'un sog'lomlik qiyirliq bergan numni qisqartib o'tman deydi. Kambag'allarga bergan nurg'un pulni qisqartib o'tman deydi. Mush ichida o'tir zira turdi. Menchi mushu Donald Trumpga saylansa 1 yil qolmay Donald Trump bunu boshlayib o'rniga boshqa odam qo'ydi. Donald Trump o'zining fikrini qo'llaydigan odamni nima qildi? Cho'qim menchi Donald Trump bu saylandi, lekin 1 yil qolmay menimcha Donald Trump bunu boshlayib o'rniga boshqa odam qo'ydi. Bunda mesela yani aşağı kırmızı aldığımız yani bir şahs biteli 7'incisi Pete Hexins Mudafaa Ministeri iken bu Pete Hexins kim o? Bu vakti hem de bir to'xtalaylik.
Bu endi bunun en mühim qilgan xizmatlaridan birisi bo'lsa Fox News var o maksimum Amerika'nınki Fox haberler agentliğininki riyasetçisi. Riyasetçisi değil mi? Sizga o'xshash Abdurimjon. Mustafa riyasetçi. Riyaset emas. Ya, nimen deyme ama Abdurim canıma muşnu ma boğan diken Gollandiya ministrlik oldu deydi. Ya onun bilim degin. Hem de muşu işte Fox News'da şöyle hem de Fox News'u bilimiz go hem de Donald Trump şu bir 8 yılda ödüm beri şu major medyani şu hakaretlep geldi desek buldu. Major media her kıtım çıkıp sözlaganda medyalar degan yağançı bu depni qildi. Keyin andik aslında Fox News nima chu yağan media deb juratdi Trump. Lekin ma Pete Hexas deymizmi ne? Pete Hexas şu nima qanchaqda bu Trump'ni ait qo'llab kelgan. Trump'ni qo'llab so'zlaganda nima qilib. Bu hamda men misalla hayron qoldim-ku. Bu o'zi bir 44 yoshdir. Ancha muncha urush qatnashgan tajribalar bor ekan, masalan Afg'onistonga borgan, Iroqqa borgan, Guantanamo Bayga borgan. Lekin u yerlarda hamda asosan urush qatnash battal medal, 2 medalni olgan ekan-ku, urush qatnash. Bu jihatlarda hamda nimasi bor deymiz, hamda urush tajribasi nimalar bor deymiz. Lekin bu hamda Mudofaa degan Amerika Mudofaa ministrligida buni ko'rsatganligi men misalla hayron qoldim. Nurg'un odamlar misalla e'lon. Buningdimi nurg'un talash tortishlar bor. Bu tajribasiz deydi. Andiki hatto hozirmi buni jinsiy parakandlik chiqyapti deb, biron xotinlar chiqyapti bir qanchasi. Andiki o'zi bilan ishlaydigan Fox News'niki bir qancha ayollarmi chiqib, bu ayollarni kamsitdi. Aroq ichidi degandek ayblashlarni o'ttirib qo'yyapti. Lekin bu o'zi hozir ching turdi. Hatto kuni shu o'tgan haftada deyman, o'tgan haftada chiqib Trump bilan ko'rishib, o'zi senatorlar bilan ko'rishib, o'zi xizmat ishlayapti-ku bu yana qasam deb. Endi Menimcha qara. Bu maslanga bu bir harbiyning ichida polkovnik bo'lib boqmag'adi. Shu. Polkovnikmi? Men 100 odamga boshliq bo'lib boqmag'adi. Bu da hamda hozir buning ichida demokratiya emas, Cumhuriyet partiyasining ichida buning qarshilab bakchiq. Shunday. Bu Amerikaning davlat mudofaa ministri degan trillion dollarlik shirkat u. O yamanchon generallar qilgan gap. Meningcha bu o'tmaydi senatorda. Çoğum etmedi. Bunu adı emas ben görüp küsüp duratma. Cumhuriyet Partiyası'nın için bunun kadar karıştırıp bulmaydı devattan 5-6 çıkıp geldi. Ya o diginin rast. Hem de mavi tünün haberlerinde qarab baksam bu nima bor mavi DeSantis Florida'daki DeSantis'ni şunun o'rnini qo'yish mumkin. Hem DeSantis bunun qaraganda jiq qobiliyatli, jiq tajribalikda. O DeSantis degan governor bo'lgan. Florida'ni Trump'ı ippagan adam shu desak bo'ldi-da. Andiki o'daqi presidential nimaga mucho saylam qatnashgan o DeSantis degan Trump bilan bir mezgil etishib, keyin nima qilib ketdi-ku, keyin tushib ketdi, lekin shu vaqtda uning qilgan yaxshi yeri Trumpni ranjitdi-ku. Eng oxir qaqlan kelsa, qandoq qilsa Trump agar nima qilmas, qo'llamsangiz qo'llayman deb boshda shu aytdi, keskin oldi degancha qo'llayman deb. Çünkü o vaqtda Trump degan jinoyatchi. Hammadan ko'z jinoyatchi bo'lib qolgan. Siz jinoyatchini qo'llamsan desa, qo'llayman dedi emasmi? Degandikin, ajatda Trumpni ranjitmadi. Ama adam albatta ranjitmadi Trumpni, lekin bu hamda Mevlan degandek polkovnikga boqmagan odamda bu. Ya men qilmayman. Endi keyin qilaylik, vaqti qisqa bo'lsa qilmaylik. Ketamiz. 8-si ko'taylik. 8-si Scott Business. Yine bu g'azini ministri. Besant degan bu buni uzun to'xtalmaydi. Bu degan bir biznesmen. Endi hedge fondi deydi-ku, Amerikada hedge fondininki bir cho'ng hedge fondininki nima yaratquchisi bu. Endiki mavi Wall Street ta'sirini aytdi cho'ng. Buning aslida sirtchi ancha nomi yo'q, faqat Wall Street'ninki bir investor nima deymiz? Pul qo'yg'uchi.
mablag' solg'uchisi degan bir shundoq bir nom bor. Finance sohasida nihoyat obdan bu tonishliq odam, lekin u siyosiy jihatlarda ancha nima emas. Bu bir billioner. Andikin buning bir aloydiligi nima degan chaqda, buning aloydiligi Wall Street'deki nurg'un analistlar o'xshamaydigan yeri tarif bor. Mavlan buni obdan bildi. Tarif deganni Amerikaga foydasi bor deydi. Lekin Wall Street'deki nurg'un analistlar, nurg'un iqtisodshunoslar bor. O tarif deganimiz sirtdan kirgan mollarga bojni o'stirish. Masalan, Trump o'tganda Kanada, Mexico Aştaq devletlerge eğer sizler çıgararinglarni to'simaydigan bo'lsanglar, qanunsuz immigrantlarni kirgizib yuboradigan bo'lsanglar, sizlarga 25% boj qo'yamiz degan. Aştaq narsani bu odam qo'llaydi-ku. Sirtdan kelgan mollarga boj ilishni bu qo'llaydi. U bir, endiki yana birisi tax cut degan bor. Tax cut degani bojni kamaytirish. Bojni kamaytirish deganda ham Demokratik partiyaning davatqanlari bu bojni agar nim qiladigan bo'lsa, shu 1% baylandinchu bojni yuqori elish kerak deydi. Bu odamning tutgan siyosati hamma odamdan barobar boj elish kerak degan mandaq bir qarashlar. Bu taraflari Trumpga yoqqan. Bu odamning yana bir aloydiligi, uni unutib qolmaylik deb o'taylik. Bu shu Amerikaningki Cumhuriyet Partiya shu nomzodlarning ichidagi birdan bir gay bu. Bu o'zimning yo'ldishim bor deydi, open ochiq oshkorichi o'zining yo'ldishida bir er bilan uy tutdi, ikki bolasi bor bu odamning. Mana bu hamda buning yana bir aloydiligi nima deganda, hamda Trump shu orqali LGBT community deydi-ku, shularning bakmi ranjit etayimligi degan mana bir rolni o'ynamdi ekan deb qarayman. Menche o ancha rol olmaydi. Bu adam uzun yil shu Wall Street savdo bozorining eng markazida, Amerika iqtisodining markazida rol o'ynab kelgan odam. Bu odamda rol o'ynab kelgan, ham bu odam bir necha qitim Amerikaning stock paychak bozoriga qilgan mo'ljalari to'g'ri chiqdi. Qo'rqmanglar, ma urdi, mangdi deb haqi badi degandek chiqdi. Shuning uchun buning iqtisodiyotga qobiliyati har ikki partiyaninki her ikki partiya ixro qildi. Shuning uchun buni menimcha buningga to'sqinlik ancha ko'p bo'lmaydi deydi. To'sqinlik yo'q. Buning asosi vaqtni ozgina kutib 1 soat yutimiz degan tezroq tushishdan 10-siga o'taylik ekanmiz. Dava Burgun dedi. İçki işler ministri ekan bu. Davaga Burgun. İçki işler sekretariya. Yani bu Davaga Burgun to'g'riliq uzun to'xtalmaylik. Bu hamdalik bir buning asosli qanday o'ynaydigan rol nima deganda, shu Amerikaninki fossil fuel deydi, fossil fuel degan yer ostidagi nimalarning maylarini tortish. Masalan, gaz ishlab chiqarish, andikin may ishlab chiqarish shu to'g'riliq bu Trumpni yaqindan qo'llaydi-ku. Bu bir billioner, andikin milliarder deymiz. Bu bir milliarder, andikin buningki nima demoqchidir? Buning hamda ichki ishlarda mas'uliyat bo'lishi asosli o'ynaydigan roli shu Amerikaning yer ostidagi fossil fuel andikin maylarni tortib, shu Amerikaning dunyodagi shu yiqilg'u jihatdagi mutlaq kontrolligiga asqatidi deb tanlagan. Bunun mishinchik to'xtalaymiz. Bundan da qarar. Bu yer Amerika hozir mesela bugün kunda tarixdagi eng jiq o'zining neftini chiqaryapti. Lekin Amerika bu neftni davomli ko'paytirib chiqarishga menimcha ancha yo'l yo'q. Chunki Amerikada neftni qo'llab chiqarish Arabdan akirgan neftdan, Ashaddan akirgan neftdan 2 kat qimmat to'xtaydi. Shuning uchun bu siyosat menimcha qanchalik bu political o'zimizning davlatining ishlaydi, dunyoda mushta bo'ladi degan bu to'g'riroq buning siyosiy ahamiyati va iqtisod ahamiyati yo'q. Bu ancha madamninki qara Mavlan, madamning davatqinichu oladni azan to'xtaydi deyapti. Ya buni hisoblab ko'rsatib hozir
Hazır ikkimiz Demokratik Partiya bilan Cumhuriyet Partiyasini o'tirdik bir nimalarga talash tortishga gapga kelib qoldik-ku. Endi ma odamning Trumpning deyotgani uchun mayla azan tushdi deyapti. Trump shu masalan kampanya jarayonida shunda ochiq dedi, gazniki bahasini dedi. Sen bilen biz işletken gazdan bahasını $2 düşürmeye de vatıdı. 20 yıl içinde $2 düşürüp vatıdı. Muşu adamlar şunu kollavatıdı. Bu adamlar ihsas şunaslar. Özüm digende bular ihsas şunaslar. Bular hakikat şu işlerini kılan adamlardan bular manda da vatıdı. Mandak yaptı. Dedi görmez. Minençe mangmaydı $2 düşürmez diyen. Devamı şöyle. Bu adamlar yani bir nemiz şu. Bu South Dakota'nın governor'sı bu. Bununki tecrübesi var degan gapda. Yani 11'incisi soru ministeri Xuvar Ludwig. Mamış iqtisodshunos ekan ya. Bu bir çoğu iqtisodshunos. Bu kime de 67 yaş ekan. Bu mashuliqa Wall Street'ninki nihoyat dangliq bir a'zolarining biri Wall Street'ninki. O'zimi bir aslida Wall Street'ninki CEO'si bo'lgan ekan. CEO deganimiz nima? Yo'q ijrochilik. Baş ijro reisi. Birinchi qo'l. Reis bo'lgan, keyin chiqib ketgan, undan keyin chiqib, andan keyin bu shunday qiliq Wall Street'dan boshqa yerda ancha hech kim bilmaydigan bir odam tuyuqsizlar o'tirga chiqib qo'ygan. Lekin ham Trump'ninki bunday qarab baxsam uchun nimalari shunday tijoratchilarni, cho'ng tijoratchilarni bo'libmi o'zligidan mushtaq biyib ketgan shularni ko'parak o'zining yeniga yig'yapti. Bu ham bir alaylik maliqi. Mana bir yer vakanchu buniki. Buliqi nima September 11'da sentabr 11-vasiliqi New Yorkda 2 bino o'lib tushdi-ku. Shuni shu vaqtida buning shirkatiningki 700 odami shu o'zining akisi bilan birga shu yerda o'lib ketgan-ku. O'lib ketgan bo'lsa, shirkat yo'q bo'ldi degan gapda, lekin shu shirkat yo'qolib ketgan holatdami? Shu oz kundan keyin shu shirkatini qaytadan tiklab, qaytadan yana milliarder bo'lib ketgan. Xuddi Trumpga o'xshash. Trumpning o'z vaqtida degan shu 3 trillion dollarga qarz bo'lib qolibdi ekan-ku. Shu 3 trillion dollarni qarzlarni nima qilib, yana qaytadan tiklab, hozir degan 6 ya 3 trillion emas. 3 trillion da 3 trillion emas. 3 milyar. Shu. Ma'nachi qarasizlar o'tkazganda bu odamlar Amerikaning dunyoning iqtisod markazini biz Wall Street deymiz. Wall Street dunyo iqtisodining markazi. Bu uya degan dunyoda amaliyotda eng vahshiy kurash bo'ladigan ilishadigan yer shu. O qon to'kilmagan bilan dunyo iqtisodidagi butun shularning ichida bu odamlar yiliqi oshni kontrol qilib ketganda bu savdo bu yoqdagi bu odamlarga shu Wall Streetda cho'ng bo'lgan odamlar, shu yerning Madina tilgan odamlar, menimcha bu odamlarga ikki tarafda qarshilik ancha ko'p uchirmaydi. Ham iqtisod degani mushta odamlar boshqasi bo'ladi. To'g'ri. Yani bir shaxs 12-si kelibdiq. Xian Dufi deydi. Xian Dufi. Xian Dufi transportation deydi. Qatnash ministri ekan bu. Endi bu odam haqida. Xian Dufi o'zi 53 yosh. Bu yosh bir odam, o'zi bir advokat. Andikin bu Wisconsin'ning var, Wisconsin shtatninki House Representatives, Congress a'zosi bo'ldi. Shu Trump'ninki kampanya qilish jarayonida cho'ng yordam qilgan bu alaylik va andikin o'zimi bir nima Fox News'ning qo'yma Fox News'ninki bumi Fox News'ninki yana bir nimasi yana Abdurimjon o'xshash Fox News'ninki bu bosh boshdan riyosatchisi bu shu bo'lganda andikin avqi nimadiki hukumatdagi tajribasini qanchaqda bu nima House Financial Services'ninki komitening a'zosi ekan. Bu bir Congress a'zosi. Financial Services deganimiz hamda iqtisodiy mulozimatninki nimasi markazininki boshlig'i bo'lgan odamda bu tajribasi. Buni mushinchilik o'tib kelgan. Buni qatnashni boshqardi deydi. Qatnash sohasida tajribasi yo'qdek turdi menimcha.
Yani bu katnaşlarsın ben bu Amerikamış katnaşlarsının aşı yeni işleyen vaxtlarında yumuşak detal layığa sahasında bir mezgil işleyen bu yaman mürekkep kesip bu. Bütün taş yol, körük, aşı süratlik, ayrıklar bütün nimini başkurdu. Emniyet bu yaman bir mürekkep Amerika'nın ki adette bunun bek siyaset aralışıp ketmegen ki hakına dikkatini kozulmaydı. Lekin Amerika'nın intayım mühim bir tarım ki bu. Yani bu adam da minin bu aşı Fox News'un ki riyasetçisi degenden başka bu adam ançı teki hiç konuda tetkikatın bu adamdan ançı bir uçurum yok bu adam. Oldu, hoş. En son hemisi gidip gittik. Bu Kristin Num deydi. Kristin Num devlet bexatarlik demişken Kristin Num bu ayol hakkında to'xtalaylik. Vaqt qanchalik bo'ldi ya vaqt? Lekin vaqt 55 yil qoldi, yana ozroqqa tug'izib anda o'zi bek so'zib ketmayli. Bu Kristi Nom hamda davlat bexatarlik sekretari bo'ldi ya. Buning bir alayligi, buni ko'rsatishning alayligi uchun bu immigration kelgan chaqda nihoyat qattiq qilib turdi. Bu ko'chmanlar kelgan chaqda. Ko'chmanlar siyosatida Trumpni nihoyat qattiq qo'llagan. Endi kim bu konkret chiqqan. Masalan, Texas'chu nima qonunsiz ko'chmanlar toza kirgan chaqda Texasga shu North Dakotaninki National Guard deganimiz nimamiz mamlakatlik qo'g'dug'uchilar atriti deb bir nimasi borchu shularni 8 qitim ashaga askar avatibdi. Boshqa nurg'unlar yo'q, askarni avatsak bo'lmaydi degan bu keskin oldi avatman debdi-da. Shuning uchun Trump davatligu hozir 12 million qonunsiz kirgan nimalarni qo'g'lab chiqaramiz deyapti. Shu siyosatga kelganda mushtaq keskinroq bir ayol endi. Keskinroq ayol kerak deb qaraydi. Qarab, Homeland Security degancha bu chiratga ko'chmanlar degan kichik bir qismi bu. Homeland Security'nin dairesi bek ko'p. Bu ayolni qildi. Atrofda nimam bor? Menimcha bu ayol senatorninki sayılımından ötenmeydi. Bunu ayolni o'rniga boshqa odam tiklaydi. Menimcha bu ayolni chunki bu Homeland Security'ga dairmiş FBI, CIA hammani ichiga oladi bu. Hamma masalani birlashtirgan bir yer. Shuning uchun menimcha u yoqda bu ayolning tajribasi amjati yo'q. Menimcha bu ayol o'tmaydi. Xo'sh, men ham bunday narsani ko'rmadim endi buni to'g'ri chiqamas. Endi bu har konuştuğumuz der mana Scott Turner deganimiz hamda birdan bir qartanlik kabinet a'zosi bo'ldi. Bu hamda asli NFL bor, National Football League degan. Amerika futbol degan Amerikaningki futboli. Bizning tushungan futbol emas. Shuningki dangliq bir sportchisi. Bu lekin o'zimiz siyosatdanchi nima siyosatlarda hali cho'ng rol o'ynagan Texasda House Congress a'zosi bo'lganda, Congress a'zosi bo'lgan. Endiki birinchi qitim Trump administrationda Carson bog'i yana bir qartanlik. Shu vaqtida shu Housing and Urban Development'ning boshlig'i shuning bilan yaqinda ishlab shu bu housing degani uy bilan nima turaqliq andikin shahar nimasini o'zining boshquradigan roli bor buningki. Shu vaqtlarda cho'ng rol o'ynabdi-ku. Andikin qartanliklar bor hamda qartanlik communitylarga buning obro'yi bor. Shu qartanliklarningki shu Trumpga bilet tashlashning cho'ng rol o'ynagan Trump buni tanladi. Endi bu turalg'u va shahar taraqqiyot degan hukumatning pulini hajlaydigan idora. Endi shu bu Trump hujjatni qisqartman deydi. Endi bu ish masalan agar Trump bilan qarshi turib ketmasa, menimcha bundan chatoq yo'q. Bu degan hukumatning pulini hajlaydigan idora bu. Endi 15-si David Collins deydi. David Collins bu peshqadamlar ishtirah yashanganlarga bu odam qadam to'xtaydi. Bular chaqqanlar o'tib ketaylar. David Collins degani hamda aslida bu Georgiyaning bor, Georgiyani Trumpga o'tib berishni mush odam cho'ng rol o'ynagan, Georgiyaning kongress a'zosi.
bu aslında şu Air Force hava Amerika'nınki hava gücününki hava armiyasınınki bir amaldor ekan bu. Amaldor. Andikine şu AB men dep ötkendek Trump'ның birinchi qitim impeachment qilgan chaqda bu odam Trump'ni qo'g'dash uchun cho'ng rol o'ynagan. Endi hozir bu odamlar da peshqadamlar ishlari, to'g'rimi? Hozir menimcha mushu bu odamlar peshqadamlar ishlari degan buningga bumi nima desam hukumatning pulini jihajlaydigan yer. An mishat ziddiyat nishamda uqmayman. Trumplar, bo'lib Elon Musk bularning iqtisod maslahatchilari mushu jihatdagi mushu peshqadamlar pulini qisqartimiz deyotganlarning biri bir qisqartimiz deydigan muhim bir soha. Shu vaqtida buni bilan ashad ziddiyat kelamda uqmaymiz. Endi lekin buni saylab o'tib ketishiga gumonim yo'q. Uyushtirishku hamda har qaysi komitet a'zolariga programma. Birinchi ama bugun mishaga to'xtab qo'yamdik ya 1 soat. O'zgab qoldi. Bir narsa qoldi. Ya yomon chaqdan o'tkazib ekan. Endi Mikman deydi. Mikman Yan bir o'tki yomon chaqa o'tib ketib bir bilan so'zlashga vaqt yetmaydi ekan. Ya biraz bu shaxsiy aql to'xtab bizda ma. Endi 5-6 soat deyman. Yo'q, 4 qilib 3 qilib qoldi. Linda Mikman deydi. Linda Mikman hamda Linda Mikman ma'rif sekretari bo'ldi. Hamda bu odamning bu ayolning ma'rif jihatda ancha tajribasi yo'q. Bu faqat o'z vaqtida ma'u Amerikaning bir cho'ng bir entertainment kompaniyasi varku, chelishish ko'ngil ichish shirkati demdik. Shunday shirkatningki qurg'uvchisi bu. O'zining yo'ldishiligi Vince McMahon. Mericho McMahon deb men asli McMahon deb olgandim, asli undoq emaski. Buning atilishi McMahonki. McMahon deydi. Shuni yizilish anda olgandan shuncha Uyg'urchada McMahon dedim. Bu Vince McMahon deganni balkim jiqlarimiz bilamiz, Trump bilan bir mushishib ketadigan bir yerlar bor-ku, Trump chiqib birini qo'yib jiqib o'tib, uni uradigan, andikin Vince'ning chechini o'tadigan ishlar bor. U amaliyotda o'z vaqtida bu qandoq gap bo'lsa, amaliyotda bir o'yinkan. Uchu qizlar ko'z uchun Vince McMahon Trump'ni yaxshi ko'ruvchi, shu Trump'ni obro'yini ko'tarish uchun atay ashtonga jiqilib berib, bursinib qilib ashta bo'ppagan ishlar gaplar ekan. Bumi bir milliarder Trump'ga nait iqtisodiyotdan qana bir qancha bir 15 million dollardek pulni iyon qilib ekan. Shu endi buning tajribasi yo'q deydi, lekin bumi shu Trump'ning tunji hukumatida ishlagan. Siyosiy tajribasi bor buning. Buni shuncha deyli. Sizning qadagan yeringiz bo'lmasa ham shu. Endi bu yana shu men deyman-ku bularga bu ayol hamda ma'rifga jiqroq pul xajlaymiz deydi. Elon Musk'la ma'rifga xajlaydigan pulni qisqartimiz deydi. Shu yerda nima ish bo'ldi, shu vaqtda ko'ramiz. Ya mer sal mavlan boshqa gap bo'lib ketdi. Ma Linda McMahonni chiqiribchi Trump ma'rif ministrligini yo'qotmoqchi. Shu vaziyatni topshirgan. Shuni qisqartib o'timiz deyapti. Chunki bu ayolningki yana buning to'xtalib ketdik, buning jihiyalari borchu. Bu ayolningki pozitsiyasining birisi nima deganda-chi, choice degan narsa bor, tanlash degan narsa bor. Tanlash huquqini shtatlarga topshirib o'timiz deydi. Hukumat aralashmasin deydi. Ma Cumhuriyet Partiyaninki bir alayligi, regulation, tuzum qoidalarini yo'qotish deydi. Bu odam bu ayol shuning rol o'ynaydi. Bu o'zining ko'z qarashi shu. Ma'rifga davlat aralashmaslik kerak. Shtatlarga topshirish kerak. Shaxsiylar o'zlariga, shu parentslar bor, shu ota-onalar o'zlarining bolalarining ma'rif nimasini o'zlari qo'yib berish kerak deydi. Bu Elon Muskning nisbatan hech qanday munosabat. Bu xush bo'ldi agar shuni buning vazifasi ma'rif nima deb bo'limini yo'qotish buning maqsadi. Men bir suhbatni anglagandim. Bo'ldi, davomlashaylik. Mana Lori Chavez deydi. Lori Chavez demak bu emgak universiteti ekan bu ayol haqida. Bu ayol hamda bu Oregon shtatiningki House Representative shu 2023-yildan boshlab shu yerda ishlab kelyapti. Bu siyosatda pishqan bir ayol. Andikin bu Hispanik Latinoning ikkinchi Latino Marco Rubio'ning qalsa bu ikkinchi Latinolik bu vazifaga saylangan. Bu hamda Amerikalik Trump'ning no tax on tips
degan bor-ku, no tax on tips deganlik oshxonalarga kirganda Amerikada tip berdi-ku, masalan $10 qashdigan yerga bu $13 berdi, $3 o'zining yanchiq keldi. Bu hozirgi hukumatning siyosatida tipdan tax oldi ekan. Trump deyapti no tax on tips deydi, olmaymiz deydi. Lekin no tax on social security deydi. Masalan pensiyaga chiqqanlar social security deb bir maaşni oldi. Uningda hukumat bir muncha tax deb qoldi ekan. Uni nima qilmaymiz deydi. Andiki overtime deydi. Overtime deganlik masalan 8 soatni ortiq ishlayotgandan keyin Amerikada 1,5 yoki 2 maash olgan ishlar bor-ku, u ashiningdanmi tax oldi ekan hozir. Mushlarning 3 yilini bu yo'qotishga kelgan chaqda mushu amdalik nima emgak nimalar bo'lgandan keyin bu ayol cho'ng rol o'ynaydi-ku, shuningga taldi deb qarayman. 5-chi post. Hamda 18-si Brooke Rollins, yani bu dehqonchilik. Brooke Rollins deganimiz hamda bu dehqonchilik bölümünü boshqardi. Bu o'z vaqtida shu America First Policy Institute deydi. Amerikani birinchi o'ringa qo'yish institutida bir cho'ng bir organization bor. Shu organizationning foundersga, CEOsga. U CEO bo'lgandan keyin hamda bu shunaqa hamda nima deymiz, dehqonchilik ishlar kelgan chog'da Amerikaliklar dehqonchilik narsalardan sirtqi tayinmasdan dehqonchilikning nimasini kuchaytirib, Amerika o'zi dehqonchilik jihatda o'zini qamdaydigan bir holatga tushirish to'g'riliq nima qilgan. Buning hamdaligi qonun advokat ekan bu. Lekin bu o'zimi bachelorsni o'z vaqtida amaliyotda shu Texas universitetida nimani olib ekanda, shu nima dehqonchilik sohasida shu nimani olib ekan, unvon olib ekan. Shu tajribasi nimasi degree shunga bilan munosabatlikka, lekin keyin asosan hamda siyosiy ishlar bilan bo'lib ketibdi. Shu Sizning qadag'ayringiz bormi? Bo'lmasa Ya bu ayol bilan men hech qanday men buyum shaxsiyat qildik hamda va Elon Musk bilan Vivek Ramaswamy. Ya bu ishga to'g'ri aslida biroz to'xtalaylik deganda men bugun vaqtni aytib Zaten bir 10 minut davom etsak, 10 minutda tugatsak, program tugasin. Hozir 1 soat 5 minut 6 minut bo'libdi. Endi bu ikkinchisi ma bu bir mandaqchi Trump bir yangidan bir bo'limni chiqardi. Bu government efficiency deydi. Hukumatning unumini oshirish degan bir department. Amaliyot bu department muntizim department emas, muntizim bir bo'lim emasda. Buning ayrim bir nimasi bo'lmaydi. Bu ish kelsa tasdiqlanmayli o'tib ketaverdi. Chunki bular munosabatsiz. Hukumat nima qilmaydi. Bu Elon Musk'ni hammamiz bilamiz. Bu dunyoda eng boy bir tijoratchi. Buningki bir qancha shirkatlarningki egisi bu-ku. Masalan, Tesla'ni bilamiz. Tesla degan hozir Amerika va dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turgan mashina bo'ldi, ya'ni avtomatik mashina. Lekin Boring deb bir shirkat bor. Uningki nimasi yaratuvchisi. Lekin o'zining Neuralink, Starlink deb ashta kompaniyalar bor. Lekin ma'lumotga SpaceX olamga ushirish ashta shirkat. Lekin yana bir savol, X degan bor, X deganning o'z vaqtida Twitterning bu o'z vaqtida 22 milyard dollar setib oldi. 44 milyard deyman, 44 milyard. 44 milyardga setib olgan, setib elib, lekin uni keyin voy nimasi pay tushib ketdi, u bu deb juda, lekin bu keyin yana qaytadan ahvol qaraganda asosda yana shuning o'rnini topadigan o'xshaydi. U bir endikinalik Bitcoin bor, Bitcoin yaqinda birsi 100 ming dollardan ishib ketdi deydi. Bitcoindimi bu bu ishga aralashmagan yeri yo'q ekanda, bu bir cho'ng boy. Bu shundoq. Butun nimasi deydi, buningki wealth degan nima deymiz? Boyligi. Bunun boyligi shu 250 milyard dollar ekanda. Shunchalik pul bor ekan. Bu bir. Endi buning bilan Vivek Ramaswamy degan Vivek Ramaswamy bu bir amaliyotda shu bizning bolalarimizdek ekan, nima bo'lgan? Bizning bolalarimizning shu qatordagilar ekanda, bu ashtadisi
japa tatib nim qilib Amerikada kelib bu narsa cho'ng qilib ketgan bu keyin o'z oldiga bir shirkat ichib bumi hozir mülkini shu 1 milyard dollardan aşıdı deydi bumi bir nimasi. Bu Vivek o'z vaqtida prezident saylanmaga tushganchu hatta tushib keyin qancha bir 10% biletni olgan shu vaqtida-ku. Gerçi Trump qatnashmagan chog'i 10% elib hatta Mike Pence'dan yuqoroq sonlarga erishib o'zini shu vaqtda ko'rsatgan. Nayta gapga usta keskin Trump'ның siyasetlerini hemisi kollaydı. Özü köşmen buğunu bilen kanunsuz köşmenlerin kirişige naiti karışı. Bu aşılarını hemisi naidap çıkıyor aleymiz deydi. Bu işkisi yeni bir nesine, bunun işkisi tapşırgan asas vazifesi nime degende hükümetinin ki abay Mevlan'da ötken hükümetinin xeşleydiğen pullarını kıskartış. Elon Musk ötkende çıkıp dediğim 2 trilyon dollar pulni ben kıskarta alayım deydi. Amerika'nın bütün hükümetinin xeşleydiğen pulu 5 trilyon olmaydı. Bu 2 trilyonunu ivetse nereden aldı diyen gaplar çıktı. Azı Mevlan mı abay dep ötdi Social Security'ye çıkılışı mümkün. Defense budget'e çıkılamazlığı mümkün değil. Lakin şu an qandaq oldu diyen Medicare, Medicaid, eştaqlarga indiki Social Security'larga çıkılıp kelishi mümkün diyen endişeler var. Lakin Trump öz qaytı-qaytıdan va'dalarini beriyor. Social Security'ye çıkılmayma dedi. Social Security'ye herkes çıkılmayma dedi. Indiki navlıqı Medicare'ga çıkılmayma dedi. Medicaid'den uqmaymiz. Medicare degan şu nima kambag'allarga nim qildigan. Obamacare hamda Obamacare degan yana bir nim bor. Kambag'allarga qildigan yana bir qonun bor. U qonunni yo'qitma deyotdi. Ammo ash pullarning hammasi yig'inchoqlab kelganda qisqartib etgan chog'dimi u 2 trilyon dollarni nim qilmoq tasam bu ikkisining vaziflikin Elon Musk'ninki bir alaydı va o qilib degani qila oladi. Xudo Twitter'ni setib olgan chog'da haqlar degan o oran bir 4-5 milyard dollar yaraydigan narsa desa 44 milyard olgan ana shuni qaytiryapti. Bu odam endi bir nima degani olmaydi. Qandoq qildi uni men uqmayman, hech kim uqmaydi. Balki biz endi ish qilib ashtaq bir vazifani ustiga oldi bu. Bununki bu to'g'riliq mijik to'xtalaymiz endi uzunroq. Elon Musk'niki desede bu demokratlarni baq qo'llaydi-da, Trump'ga qarshi kelishadi. Lekin bu Trump'ni qo'llaydigan bir nima o'tdi. Buna bu asos sabab ana buniki bir o'g'li jins o'zgartdi, piyo qilib ketganligi bu demokratlar qattiq o'shmalik sababidan ekan shu o'zining o'g'lini qo'dab qolmaganlik to'g'risida Twitter'dan chiqadi-ku nimasiniki. O paçpırat işler qara. Olar paçpırat işler qara. Bu Donald Trump'ga saylamaga 100 milyon dollardan jiq pul berdi. Lekin bu Elon Musk'dan men bir ishdan ansirayman. Bu Xitoymi, Amerikami, Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi munosabat jiddiylashdi-ku. Jiddiylashganki Xitoymi Elon Musk'ni ikki davlatning o'rtasidagi elchisi bo'lib xizmat qilsa deydi. Elon Musk buning maqsadi Amerika Xitoy Tesla'larni, mana mashinasini Xitoyda setishga yo'l qo'yamiz dedi. Bu Xitoyga qattiq jazo qilishni xohlamaydi. Elon Musk. Bu tijorat Xitoy bilan qattiq cho'ng bozor 1,5 milliardlik odam bozor. Agar buning mashinasi asha setilib qolsa, buning oz deganda 100 milyon mashina setilib ketadi-da, buning kirimi haslab ketadi. Shuning bilan bu Donald Trumpga ta'siri cho'ng. Bu ishimizda qo'rqmaydi, puli jiq. Donald Trump'ga bugün ertili yüzünü öğrelaydı. Bu mu Donald Trump'ga o'xshashlar. Donald Trump'ның meyliqi bugün bandas ert anda davrda bu maşında o'zgartirlaydi. Mushu Donald Trump'ningki Xitoyga bo'lgan siyosatini sal bo'shtib qolamdiki deb ansirayman. Ma Vivekni esa Vivek bilan mening ancha fikrim yo'q. Bu Vivek saylam qatnashdi, bu o'zimi saylanmaydi, biladi. Bu asharqliq bu saylamga chiqib doim mediada bo'lavergankin shirkati buningki shuning bilan tashviq qilindi. Bikaga commercial e'lon qilib oladi-da, shuni qildi. Buning bilan meningki ancha nimam yo'q. Bu yilqa immigrantlarni, ko'chmanlarni, qonunsiz ko'chmanlarni yutkayman deydi. Oson ish emas. Bir kanunsuz köçmeni yutkaşki üçün 1 milyondan jiq dollar ketedi ki hazır şu 1 milyon
kanunsuzluğunu yutkeş için 80 milyar dolar ketken bu pullar nereden keldi? Kim üzmüş bulgu? Bunun bile emin ancak ma Elon Musk'dan bu bir hem de üzme ayım alien dedi. Ben bir başka kainatın kep kalan adam deydi. Hakikaten dünya iktisadına intan çok tasir gösteriyordu. Terakkiyat asıl mavi kol tılpını mı Apple'lanımı bekar taşıyıtmen deydi. Bu yeni kol tılpı işlemi 300 dolar. Bunun da internet ketmeydi, Wi-Fi ketmeydi, işin bir vasıtalaş tılpımlarla alakalı kılmenderde kılalaydı. Şunun için bunun iktidarı intan kuş, hazır zaman terakkiyatını xeyli obdan cihette şekillevatıdı. Yani bunun birleme ensiraydıgan yerim, Xudayım o cihetten saklasın, bunun gibini Donald Trump bek anlaydı. Bu aşı Xitay bile boğan katlıqını sel yumuştu boyamdaki dep ensiraydı. Endi o tarafıma elbette bunda oylaşma normal bir ahval. Lekin bunda bir yer var ki abi sen dep ötkende mi? Bu öz bir güçlük adam. Güçlük bo'lgan Xitoy mı bunu kontrol qilsam deydi. Bu bor gap. Xitoy degan hergiz boshqalarninki kontrolligiga unmaydigan bir nimada hamdi. Trump emasdaq. Bu hamda ertagan qo'pib agar Trumpga kelib sen avu nimani Social Security'nin hammasini cut qil deydigan bo'lsa, men eng boshda chiqib men qarshi qilmayman. Menga o'xshagan nurg'un sen mi qarshi chiqsanda Social Security bizni aron biz ömrümizde yiqqan pulninki Social Security'ni cut qilamiz deydigan bo'lsa, albatta nima qilamiz? Shu vaqtlar kelganda balkim bu ashning bilan taqalishib kelib Trump keta qasqini deyish mumkin-da. Bu Trumpni kontrol qilmaydi deydi albatta. Bu manda bir narsa, endi yana bir muhim narsa borki, abay men deb o'tganda qaranglar. Bu Trumpning yangidan saylangan komitetining ichida bor-ku. Shu men sanab baqdim 9ning yishi 55dan tuvanki. 40 necha yosh. O nimaga avatgan ilqining qizning nimada White House'ning nimasida so'zliguvchida hatto 27 yosh. Ashloqlardan tortib o'zlariga yig'ib oldi. Demak, men Cumhuriyet Partiyasininki hozir kelgusidagi izbosarlari uchunchi bular hech qanday ansirmaydi. Chunki men ko'rayotganda Elon Muskni kelaqatim prezident bo'lmaydi deyish mumkin. Vivekmi xeyli bo'ldi u bo'lmaydi deyotgan. JD Vance bor, Trumpning o'g'li bor, ayollar bor, abay ko'rgan mana. Ayollar hozir prezident bo'lolmay nima Hillary Clinton tortib Kamala'gı bulamızdı. Muşu ayarlı, demokratik, Republikan ayarlarının içinden birisi çıkıyor. Bu hazır demek, hazır bu yaşlar var o. Yaşlar ne? Yine güçlük. Aşağı hemmesi men deydiganlar çıkıyordu. Ma bu sizler eğer torlar qaraydigan bolsanlar demokratiklarning tashviqoti nima deganda Trump o'zining oldiga saplı yesmenlarni yig'di dedi. Men buningga 100% qarshi bu fikrga. Nima yesmen degan? Ben degene. Unda adamlar emas. Elon Musk, Viveklar hech qachon birisiga yes demaydi. Vance mi yes deydigan adam emas. Marco Rubio mi yes demaydi. Peter Haggas deganmi yes deydigan emas. Bular degan aksini o'zini o'rib chiqa oladiganlar. Bular yes deydiganlar emas. Faqat nima deganda bularninki ko'z qarashi haqiqatan ishchidanchi Trumpning siyosatini qo'llayapti. U siyosat degan nima? America First degan siyosat. Make America Great degan, mega degan shu ko'z qarashini qo'llab bular yeniga kelyapti. Endi atugin bular chiqqandan keyin konkret masalalarda ziddiyat bo'lamdi. Bo'lishi mumkin. Marco Rubio mi Trump bilan cho'ng ziddiyat bo'lgan o'z vaqtida. Shunda qarshi qilgan. Buningdan boshqalari mu ashtaqlarda bo'lgan. Hatto shu billionerlar, milliarderlarni olamiz-ku, milliarderlar degan Trump bilan bas-bas qilganlar bir munchilari. Bularni yeniga yig'di, lekin gapini o'tkazib bo'ldi degan gapda. Gapini o'tkazib bo'ldi. Shunda endi men gapni desam, balkim sizlarga yoqmasligi mumkin. Tunugun men bir o'qigan maqolda-ku, mundaq debdi. Demokratik partiyaning qaytadan xavfini elish mumkin emas deydi. Cumhuriyet Partiyasi xavfini nima mutlaq ib ketdi deganni shu Demokratik partiyaning bir analizchi shu fikrni o'tirib qo'ydi. Biz diqqat qilsak. Mancha qara. Men nimada bu partiya degan muvafiq, ya'ni 2 yildagi masalan ixtilos sal nachar bo'lib qolsa, hammasi demokratiyani saylab chiqib ketdi, siyosat degan Amerikani shunda. Oldin qatim Donald Trump birinchi qatim chiqqan zaman
demokratiya, havuz, san'at hammasi Cumhuriyetning qo'lida. 2 yil o'tgandikinlar nima havuz nimaninkiga demokratiyaning qo'liga o'tib ketdi. Donald Trump oldingi qitim birinchi qitim saylanganda yangi saylanib shu vaqtda saylangan davlat kabinetidagi odamlari 1 yil qolmay 71% bo'shaydi. Shu ma'lumotning ichida 1 yil qolmay qanchiligi bo'shaydi, qanchiligi ketadi. Va Donald Trump bir qarshi odamni xohlamaydi. Yani meyde bunda bir gap var şu an. Mevla bunda bir gap var. Let me finish mine. Bu Donald Trump qanchalik tüytüydü, qanchalik saylaydı. Hozir birinchi qitim, ama birinchi qitimga qaraganda Donald Trump hozir odam saylashda jiq tajribali. Vaqtida hech tajribasi yo'qdi. Chiqiblar o'zi tuyuqsizlar chiqiblar odamlarni o'zi taniydigan odamlar ekan. Bu da jiq tajribasi bo'ldi, uzun vaqt bo'ldi. Burun qaraganda nervlarimiz sal pasaydi. Lekin chiqqandan keyin xizmat boshlangandan keyin ziddiyat shu vaqtida boshlandi. Masalan, Donald Trump 2 yilning ichida Amerikadagi gazning bahosini $2 tushirman dedi. Uni tushiralamdi hozir $4. Tushiralamdi $2. Tushirmagandan shuni soligan xalq qanday va'da berdi? Shu vaqtda masalan Donald Trump ma o'zining ministrlari o'tir ziddiyat boshlanishi mumkin. Abay nima tug'liq 3 atavg'in deb o'tib ketadimi? Qisqa o'tib deb qo'yay, bu nihoyat muhim. Medical, Medicare, Social Security degan. Medical degani Amerikadagi kambag'allarga o'zini davolashga puli yetmaydigan kambag'allarni hukumat davolaydi. Ular mayli qayeri bo'l, yosh bo'lgan, ularga berganimda karpa medical deydi. Medicare degan pensiyaga yishing 66 o'tgandan keyin seni 100 Amerika hukumat davolaydi. Hamma nimalar bizlar bir tim pul to'lamaysa asas davolaydi. Buni Medicare deydi. Bu ma'ni pul xabay deb o'tgan. Uchinchi Social Security, jamiyat bexatar puli. Bu pul sen xizmat qilgan birinchi kunidan tortib maoshingning 7,5% hukumat tutishga boshlaydi. Sen pensiyaga chiqqanda shu tutqidan qarab turib sana berdi. Bu pul sen shu vaqt sen pensiyaga chiqib bu pulni olganda sening yillik kirimin $40,000 yetmasa hozir siyosatda sendan bajanmaydi. Yillik kirimin $40,000 eshib ketsa sendan bajaladi. Shu Donald Trumpning deydigini sening yillik kirimin $40 mingdan eshib ketsa-mu, $100,000 yan maaş topsangmi, uningdan bajanmaymiz deydi. Amaliyotda u vaqtida xalqlar uni olganda hamma 66 yosh kirib bo'ldi. O 40 mingda ishlaydigan odam oz qoldi. Shuning uchun bu paranglaylik siyosiy paranglar ancha ahamiyati yo'q. Seni saylanib bo'lgandan keyin bilmas, bugun shu hamma qiziqarliq deb. Endi tunji qatim 17 komet Trumpningki shu Birkut guruhi odamlarni qis tunishib o'tdi. Endi bularning qaysisi birinchi kelarsiz 21-kunigacha qaysidan tanlab rasmiy nimaga chiqa oladi? Qaysi shalni ketadi? U oldimizki masalada bir asosda bir tunishib chiqdi qani bundan keyin. Endi davomli mushta yangi o'zgarishlar bo'lsa, bu vaqt yana suhbatlarni qilamiz. Asli bu bir hafta vaziyat jiddiy o'zgarib qolib qoldimi Suriya masalasida deylik masalanga. Oldin hafta hech qanday bir ish yo'q Suriya ichida bir hafta ishlarga men Asad hokimiyati og'dirib tashladi. Dunyoga kuchli bir diktatorlarning zor vayron bo'lganligidan bir kuchli bir signal berdi. Bizning Uyg'urlar buni ko'p ilhomlandi. Uyg'urlarimiz Xitoy hokimiyatining amin bir gumroh bo'lib Uyg'urlarning Sharq Turkistonga mustaqillikka erishadiganligida bir ishonchdan paydo bo'ldi bu narsa. Aslida mush to'g'ri suhbat qildik, aslida tuyuq so'qib qoldi ma u. Buni ayrim qilaylik. Ayrim qilaylik. Yana oldimizda kuzimizda ham bugun tunji qatim Asad hokimiyatni og'dirib tashlagan yangi hukumat qurildi. Bu vaqtda yani şu hozir shu ekranda ko'rayotgan qarindoshlar qolib qolsin, boshqa qarindoshlar mush Suriya masalasi yaxshi biladigan, Suriyalik har qaysi kuchlarningki ishlarni yaxshi biladigan bo'lib qolsa, ekranga chiqsanglar, billa suhbat qilsak yaxshi. Ya bunu pek uzun bu Suriye meselesini sözlesen bu bek keng doirki mesele. Bir şey ağzına tuğluk şıkkısına koyup koysan 2 saat sözleyiniz. Ben sualımı tayarlap koydum da. Ya maniço bundak kılaylı ya Adırcan mani bundak kılaylı. Ben bir yere toktayıp genç programı bir şey toktusun. Güzel katılık programı da hem de kendinden bu şu bu katılık kabinet ezalarından Xitay karşı uygulaşı kanda bir nimeler kılalaydı. Rasmi birinci 21 kuni yangi kabinet tashkil chiqqandan keyin bu to'g'rida suhbat qilaylik. Qayda? Menda birinchi nazar qarsam bizningki ma suhbatimiz
1 saat 23 minut bo'pti. Hem 1 9 saat 30 minut o'tayli. Men 2 og'iz gap qo'yay bu to'g'riliqchi. Abayqa Mavlanninki ba'zi bir ko'z qarashlariga meningki ko'z qarashim o'xshamaydi. Mundaq gapchi, mening demoqchi bo'lganim men bu shu Trumpninki saylam jarayonidagi hamma shu nimalarni anglab chiqdim. Har qatim chiqqanda 1 saat, 1,5 saat so'zlaydi. Andikan bir qancha dongliq riyosatchilar bilan, masalan, Joe Rogan degan bor. Joe Roganni balkim hammanglar bilasizlar. Joe Rogan andikan Chicago borgan chaqda dongliq ixsos shularni qilib olgan. Andikan men o'zim uchun shu 7 swing state'ni o'ynab chiqdim shu jarayonda. 2 oyda o'ynab chiqib, hamma yerga bordim, nurg'un odamlar bilan paranglashdim. Shu shu jarayon qanday xulosa kelgan deganda, shu vaqtida men o'zim bir ozroq po'mi etib qo'yay. Shu vaqtida Mishar degan, voy, Trump degan bu nima qilib ketdi? Masalan, Mavlanma, hatto shu vaqtida men bilan bir paranglashganda Kamala degan jazman o'tib chiqdi degan gaplarni qilgan shu vaqtlarda. Jazman demasimi, ish qilib nima deganda, lekin men shu vaqtida buni Trump'ni o'tib chiqilgan degan xulosani chiqargan. Nima uchun degan men nurg'un shu mening bir alayligim borchu, Mavlon abdan bildim. Men bir yerga borsam xalq bilan paranglashim. Xalq bilan paranglashib, oldimda nim qilib, andiki u odamninki demokratikmi, jumuriyatchimi deganni-chu, ikki xil gap bilan shuni bilib olgan. Bilib andiki buni qilib ulardan so'rayman. O'zim o'tirib olgan bo'lib so'rganda, bularning demokratik a'zolari bilan paranglashgan chaqda bular Biden administratsiyaga bo'lgan nazoratligini bildirdi. Andiki Trumpning deyotgan gaplari, abayqa Make America Great degan to'g'riliq. Abayqa no tax on tips, no tax on social security, no tax on nima overtime deganlarni shu xalqlarning quloqlariga singdirib etgan. Bu Trump degan hozircha garchi u o'z vaqtida siyosatda Oqsaroyga kiramagan bo'lsa-mu, u men Trumpning necha videosini ishlab ko'rib chiqqanchu. U 25 yoshdan vaqtida siyosatga aralashgan odam. U siyosatda xom degancha quruq param. U siyosatda degan shundoq pishib ketgan odam. Yosh 25 yosh vaqtida dadisining bergan $1 million 1 milliard dollar qilib etgan. Shu New Yorkda eng egiz binolarni sog'an odam. Shu odam chiqib mana hamma yerda o'zining nimani dedi deganda gazning bahosini jazman $2 tushirmadi dedi. İki urushni asli bo'ldigan urush emas dedi. Ukraina urushi, nima urushi dedi. Rossiya bilan bo'lgan jidalmi, yo'q jidalti, o'zimiz deb qoldik deb shunday narsalarni tashviqlab. Endi hozir gapga kelsak, Abay Mavlan deb o'tdi. 2 yildan keyin Amerika degan-chu bir demokratik sistem. Garchi Trumpni diktator bo'lib ketdi degan bilan-ku u bekor gaplar u. Amerika degan yana demokratik. Hozir Trump o'zining 15 odamni qaysi tasdiqlandi, tasdiqlagan o'zimi bilmaydi hozir. Kelajagida qaysilar uning qarshi chiqadi, uni o'zimi bilmaydi. Endi gap nada deganda 2026-yilda midterm degan bir saylam bor. Shu midterm degan saylamda Amerika xalqi Abay naq Mavlon deb o'tganda shu vaqtda yana bir sinab o'ttirib qo'yib, shu vaqtda belgilab o'tdi. Masinin to'g'rimi to'g'ri. Ammo Trump bilan shu kabinda a'zolarining hammasining qilgan ishi Trumpning shu va'dalarininki 100% ni bo'lmasa 50%ni yoki 60%ni amalga oshirish to'g'ri keladi. Shu ko'z qarashlarining 50%ni amalga oshirdi degan so'z Abay men deb o'tdim. Cumhuriyet Partiyasining 2006 saylamda, ya'ni mutlaq ko'p qismini landslide victory kapolat qildi. Bo'lmaydigan bo'lsa, ras Mavlon degandek Cumhuriyet Partiyasini 2 yildan keyin tushirvatdiq degan xulosani chiqarib bo'ldi. Agar Xausninki mutlaq ko'p qismini demokratik bo'lsa, san'atning mutlaq ko'p qismini demokratik bo'lsa, u vaqtida Trump ashari prezident bo'lib hech qanday narsani mang'iza olmaydigan bo'lib, nima so'p ketdi. Lekin Trump uning bilan Trump agar odatli odamning o'rnida bo'lgan bo'lsa, men o'zim 2 qatim bo'lib bo'ldim, boshqalar bilan nima chatdim deydigan bo'lsa, Abay demokratga tanqidlayotgandek sapli yesmanni oldiga yine. Ularga 1 minut vaqtingiz qolib qolsa, to'xtatganmi? Bo'ldi, anda gapim tugaydi.
Bu Mevlaka sizga bo'lsa 1 minut vaqti bor ekan. Bo'ldi. Endi Donald Trump Amerikaning Dakota degan shtatga borsa, yo'g'on toshda Abraham Lincoln, shu burunqi prezidentlarning haykali bor. Donald Trumpning eng chong maqsadi ashadga haykalni bir qataman deydi. Lekin qatanmaydi. To'g'ri. Donald Trump rasmiy esa buning amaliy ish qancha bo'ldi bu poni shu cheki yo'q atalaydi bu. Devir dağılır kelgen gapni. Hech qanday gapida no filter. Buning gapida süzgü yo'q. Süzgü yo'q buning gapida. Endi shu 2 yil, yana 2 yildan ko'rmas, budaq suhbatlar davomlashamiz, Xudoy bo'lsa. Rahmat emsa bugungi suhbatimiz bir şey cho'p qolsin. Ekranli qarindoshlar menga ko'rib bergan ko'p rahmat. Davomli yana bu yangi programma o'qib qolib suhbatlarni davomli o'rlashtirib turamiz. Men oxir bir deb qo'ygan bir gapim borda 12-ayning 10-kuni Dunyo kishilik kuni xalqaro kishilik kuni. Bu munosabatda Amsterdam Dam maydonida Sharq Turkistonliklar, Tibetliklar, Hongkongliklar, Kantoniliklar, Janubiy Mongoliyaliklar qatorliq bir qancha Xitoy qarshi davlatning odamlari bir namoyish o'rlashtirdik. Bu namoyishga Gollandiyadagi Sharq Turkistonliklarni, jumla Uyg'urlarni bu namoyish taklif qilaman. Shu bugungi suhbat tugadi. Sizlar bilan suhbat bir şeyler hammalarga kechdik. Rahmat. Allohga rahmat.